O senlar qanday bu yoqda yashayapsanlar? Birikdan ko'chada yuribsanlar, birikdan bu yoqda o'tiribsanlar. Senlar bitta joyda turishni bilmaysanlarmi? Senlar dars berishib tog'ni ko'ryapsanmi? Senlardan aqlli to'xtan shu tog'ga borib, jo'ralarimni qaranglar, jo'ralarim ortimda yurib. Senlar bo'lsa bitta joyda turishni bilmaysanlar. Mana shu tovuqqa vobshe rahmim keldi. Ehsonni bombasini qilib kelamiz o'z borib. Oy tog' tyu. Qalaysan? Seni yoningga sherik yo'qmi? Sherigingga bitta ham 3 ta bo'lardinglar. Ko'payasharinglar-da endi. Zo'r bo'lardi, hamma yoq tovuq bosmasdi. Atak 2-3 ta tovuq bo'ldi. Demakda tuxum sen tashab ketdingmi? Rahmat, qovurib yeyim o'zi kakros och qolib turganim. Albatta bitta o'zi tuxum bor yeyish uchun. Jo'ralar, sizlar men bilan yana necha kun yurmoqchisanlar? O'zi 6 kun yurasanlarmi hali men bilan? O malades, yuraverlaring, mayli. Ortimdan kelaverlaring paka. Bular karochi pul nima edi? Pul emas, olma berdim bularga. Olma bersam bitta olmaga bir kun yurib berar ekan-da men bilan. Ishlarimni qilishsa zo'r, atak ish qilishing shart emas senlarni. Shu yonimda raqsga tushib turibdi, men bular bilan gaplashib yuribman chotki. Telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Yo'q, qishloqqa tez yetib kel. Problema borga o'xshaydi, shunaqami? Ha, qishloqda suv bosyapti, tez bu yoqqa kel. Bo'pti, boryapman janob mer, 2 minutda boraman. Oho, nima bo'lib ketgan? Mayli, hozir tez borib hal qilish kerak. Menimcha katta yo'q, voy, katta joyda suv bosganga o'xshayapti. Qani, ikkalang kelyapsanlarmi? Yo'q, men polzim kirib ketgan bo'lsa, suv buga qarab o'tirmasdan olib tashlayman suvni. Yo'q, kirmabdi-ku. Ha, yaxshi. Butonni aylanib o'tamiz akalar. Shu suv ham qaranglar, shu janob merni uyini eshigini oldiga kelib to'xtagan. Bu yerda mer turibdi-da chunki. Suvda ham haqqi yo'q bu yoqqa o'tishga. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Keldingmi? Yo'q, kelganim ana o'tda qo'ylar bor ekan, o'shalar bilan gaplashib o'tiribman. Davay, o'tlalaring. O'tlamasanglar omad chatoq qilaman. Sen jini bo'lib qolganmisan? Oldimda turib qarab, qo'ylar bilan gaplashyapsan. O'zingiz so'rayapsiz, keldingmi deb. Oldingizda turganimni ko'rib turib, nima keldingmi deysiz? Endi o'rganib qolibman-da, shunaqa deyverib. O'rganmang o'shanga. Karochitak nima deyotganim hozir. Nima qilish kerak bu problemani? Xullas, birinchi o'rinda bu yerda suvlarni olasan, ko'lmak bor, o'shani atrofini kattalashtirib ko'l qilib olasan. Keyingi o'rinda borasan qishloqda dastlabki yetib keladigan burchak bor, o'sha burchakdan kran kelgan, o'sha kran topga o'rnatasan. Oho, butun olamni ishini buyurdingiz-ku. Menimcha shu oxirgi kunima 13-qishloqda. Ha, shu bugun oxirgi ishlarni qilasan, ertaga ketaversak bo'ladi. Bo'pti, mayli. Chelak yo'qmi sizda? Bor, yashikni ochib qara. Bo'ldi, chelak kerak edi. Bo'pti, sog' bo'lasiz, janob mer, men borib qaraysan. Suv bosdi, yordam ber, jo'g'a. Men nima qilmoqchiman hozir? Men chelak top nimaga olib chiqayapman? Seni boshingga kiydirishga olib chiqayapmanmi? Suvgami? Yo'q, choyga. Suvga ekan ishni, asabga tegmalaring. Obbo, tezroq yurib borib, okey. Yaxshi, chotga, udar, vashshi, dahshat. Menimcha bo'ldi. Bir qatorda uje, amma bu yerda suv qolib ketibdi. Mana shuni ham ovorsa, uje bir tomon quridi akalar. Bir tomon quridi. Nechta chelak qoldi? Bir dona chelak qolibdi ekan. Uje bir dona chelakni ovoramiz. O suzayapman, qaranglar, suzayapman, vashshi, suzib tashlayapman. Ketdik, jo'ralar borib bir suv to'kib kelaylik mana yoqqa. Ko'lmakka atrofini kattalashtirib qo'yib yubor dedi janob. 8 ta blok o'tish kerak demak yonidan. Chunki 8 ta chelakni suv olib boryapman degan 8 ta joyda egallaydigan. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Atak g'alatiroq qilib yubordim. Atak normalli akalar. Qo'yamiz. Bular olib bu yoqqa olib qo'yamiz. To'xta, bunaqa tur. 4 tani uni ovorib to'kamiz. Jo'ralar ketdi. Yana bir suv olib kelishimiz kerak. Hatta suv akalar to'layotibdi jo'ralar, to'g'ri. Akalar devoryapman sizlarni ham. Obunachilarni akalar deyman-da, sizlarni ham akalar deyapman. Endi sizlar jo'ramsizlar-ku. Sizlarni jo'ra deyishim kerak o'zi. Tak. Men burchakdan chiqib borsam tezroq boraman. Men bu yerda suv bormikan? Birinchi bor tepada 2 dan olsam, o'zi bu yerda bor yo'qligi bilinib qoladi. Yo'q ekan bu yerda suv. Tak, bu yoqdagini olamiz, bu yoqdagini. O'zi mana shu 4 tani oldim, tamom. Bu yoqda 2 ta chelagim qolibdi ekan. Bitta olamiz. Yana bir res kelar ekanman. Mayli akalar, uzoq emas, ko'ryapsizlar, yappa yaqin, o'ta yaqin. Ulguryapman. Karochda yana endi bu yoqlardan mana bu yerdan ochish kerak, ya'ni 8 ta blok. Bundan bitta ochamiz, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta va ana shaqadagini ochsa 8 ta bo'ldi. Bo'ldi akalar, 8 ta ochildi. Endi 8 taga 4 tadan 4 tani qo'yib yuboramiz. Mana narsalarga nima kerak bor? Hatta belgilik kerak hozircha. Ularni asosiy inventarga olib qo'yish kerak-da. Asosiy inventarda tursa, sud quyaman deb ovoribman, sud qaranglar. Qo'yamiz va oxirgisini ham qo'yamiz. Ketdi, jo'ralar bor, yana bitta res qilib kelsam, keyin u naryadagi kranlarni olib kelib o'rnataman. Shu bilan o'zi bizning qishlog'imizda suv bosmaydigan bo'ladi, suvlar krandan keladigan bo'ladi. Mana ularga oqib ketyapti suv. Olamiz.
Yana qayerda qoldi? Menimcha tugadi-yu. Bitta bor ekan bu yerda. Mana yerda bitta bor ekan. Mana yerda bitta, mana yerda bitta. Jo'ralar tugadi shekilli. O, tugabdi. Qurisin endi. O yer quridi. Ketdik, to'xtanglar jo'ralar. Mana bu yerga bunday qo'yib qo'ysam bo'lmaydimi? Shunaqa qilsam bo'ladi-ku, to'g'rimi? Mana va mana. Jo'ralar hozir to'xtanglar. Bir dona suv qolibdi. Shu bir dona suvni ham mana shu yoqqa shuni quyveramiz. Tamom, jo'ralar to'xtanglar. Ketdik. Jo'ralar mashina bilan boramiz. Minishni bilasizlarmi? O'tgan safar minmayman degandinglar-ku. Bu marta mininglar, uvaz bu. Любой joy ichida beradigan mashina. Asta-asta buramiz, borib ostiga olib ketmanglar, da ehtiyot bo'linglar. Men sizlarni keyin qayerdan topaman, sizlardaqa jo'ram. 13-qishloqda sizlardan boshqa tanishim yo'q meni. Shu sizlar bilan guring qilib yuribman kun bo'yi. Tentakka o'xshab. O'z tentak bo'lmasam ham shu tipratikan bilan gaplashib o'tiramanmi kelib. Ha, bo'pti, mayli. Yaqin bo'lsa ham mashina bilan keldim. Endi zo'r bo'lib ko'rinish uchun-da endi. Mashina bilan kelar ekan, zo'r ekan deyishlar uchun. Menga unaqa gap kerak emas akalar. Hazillashyapman. Tak, ana endi mana water pump bilan water dispenserni bir baloni olamiz. Ta olib borib o'rnatish kerak. Qani jo'ralar kelyapsizlarmi? Sizlarni ham korobkaga joylab buyurtma qilib jo'natib yuboraymiz zoparkka. Zoparkka borib o'tirasizlar shaqqa. Qani ostiga kirma, asta bosib ketishim sal qoldi. U bosib ketsam o'lib ketasanlar tentaklar. Xo'p, ana endi bu kranni qayerga o'rnatsak bo'ladi? O'sha quduqda atrofiga o'rnatsam bo'larmikan? Bo'lib qolsa kerak. Birinchi o'rinda mana uni xo'sh, mana shu yerda qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Yo'q, men bu yerga bunaqaroq qo'yamiz. Tamom. Bo'ldi, shu yerda turib tursin. Keyin esa janob mer ruxsat berdi-yu, 99 gami yo'q. 100-qishloqqa ketaman. Mana bu yerda poliz ekinlarni yig'ishtirsam keyin ketaman. Kartoshka bilan sabzida yaxshi hosil bor. Bug'doyda o'tgan safar yig'ib olgandim. Mana qo'ylarga beraman deb, yaramaslar qochib ketibdi ichmasdan. Yemasdan, ichmasdan deb bani. Tagmayot ochamiz ikkitani. Nima ochganimni do'st ko'rasizlar. Tagmayot ochib olamiz. Bizga tosh kerak ekan. Obbo kirkamni olib chiqqanmidim, olib chiqqan ekanman. O'zi mana yoqda yaqingina bizda nima bor? Shaxta bor. Tosh olib kelish kerak 2 dona. 2 dona mana shu yerda 2 dona kirgan joydan olib ketsam bo'laveradi. Kelinglar jo'ralar, kelinglar. Hozir o'rnatib chiqsam mana onasidan keyin sizlar bilan o'ynaymiz mazani qilib. Quduq mana yoqda edi, aytgancha esdan chiqib ketibdi. Qo'yamiz. Suv turadi bunda. Bundan suv ichadi odamlar. Suvni bunga chiqazib berish uchun mana kranni o'rnatib olish kerak. Qanday o'rnatadi buni? Ha, bu tomonda o'rnatish kerak ekan. Shu dahshat mazza qilib lazga tushyapsizlar. Lazga Anjon polka arabcha raqs aytgancha tamom suv chiqib kelyapti. Suv to'lib bo'pti o'zi, qaranglar bonkasiga. Men qara, suv ichging kelyaptimi? Ha, rosa chanqadim. O'zi mana yoqda hozir suv bosgan. Yana chanqadingmi? Bo'ldi, ichmayman, kerak emas. Mana bu narsani olib qo'y. Nima qilaman buni? Mana buni ham olib qo'y. Nima qilaman bularni? Yana nimadir beraymi? Bo'ldi, kerak emas. Rahmat. Ha, bo'pti, shunaqa bo'lsin. Ketdim. Mana endi borib, uyimda dam olib o'tirayin-da, kech bo'lgandan keyin 100-qishloqqa ketib boraman.